to'rtta opa-singling bo'lsa nimalar bo'ladi? Ocha! Hamma bir-biridan qolgan kiyimni kiyadi, lekin eng kichkina iflos har doim yangi kiyim kiyadi. Uydagilar uni ko'proq yaxshi ko'radi-da, lekin ular ketishgandan keyin bu sho'rli tajriba quyonchasiga aylanadi. Menga ishon, hozir oydek bo'lasan, vashi. Nima qilayman, yoqib yuboraymi? Jinromasmisan? Kimlardir zo'r shundoq zo'r gilamga. Qo'rqma, 3 yoshingda ham ushagansan, sanashni boshla. Uni ham o'ylashadi, chanqasa suv, qonni ochsa ananas berishadi. Chalani oyimga aytib beraman. Bu hali o'ziga kelmabdi, ya'ni 20 minut yotadimi deyman. Ha, bor, lapatgina olib borib qo'yoqqa. O'rtancha qiz ko'p hollarda yumshoq qilib aytganda lo'q bo'ladi. Na hayotda, na oilada, na bir yotoqxonada o'rni bo'ladi. Ikkinchi qiz yigiti bo'ladi va erga tegishni kutib yashaydi. Opa, qachon yerga tegasan? Hayvonman, mana sarpamga olib keldim doktor Ashilda original mamlaqa naborlar. O'zi ham ular faqat originalini sotayotgan. Hamma yoqda magazin bor ekan, dash Urizorda ham onlayndan zakaz qilish mumkin. San ham ol sarpinga. Nima? Yerga tegib ketayotganimdan xafamisizlar? Lekin baribir bu davrlarning gashti bor. Hammasi har qayoqqa erga tegib ketgandan keyin bu davrlar faqatgina shirin xotira bo'lib qoladi. Pak